Assalomu alaykum hammaga. Qaraysiz do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tiymisizlar, ishlaring yaxshi bo'lyaptimi? Nima demoqchiman? Ikki toifadagi odamlar bor ekan. Birinchi toifadagi odamlar, ular 30 yoshigacha ishlab topgan puliga uylanar ekan yoki erga tegar ekan yoki mashina olar ekan, to'y qilar ekan, kvartira olar ekan, yer olar ekan, xulosa nimadir olar ekanda puli qolmas ekan. Ana endi 30 dan keyin u yog'iga shu topgan, sotib olgan narsalarini ushlash uchun qolgan umrini o'tkazar ekan. Ana endi ikkinchi toifadagi odamlar 30 yoshgacha ishlar ekan, pul yig'ar ekan. Ular orzularini sotib olmas ekanda, maqsadlari tomonga borar ekan. Ya'ni maqsadi zavod qurishmi yoki investitsiya qilib pul topishmi, o'shani qilar ekan. Yoki misol uchun kimlar bilan qo'shilib biznes qilar ekan. Ana undan keyin 30 yoshdan keyin ular o'sha puli topgan pulga hayot qilar ekan, orzularini sotib olar ekan. Do'stlar, biz o'zimiz qaysi toifadamiz? O'shani kommentariyaga yozib qo'yamiz. Buning yomon joyi yo'q. Biz birinchidamizmi yoki ikkinchidamizmi? Biz shuni bilsak yaxshi. Hammamiz o'zimizni yozamiz. Keyinchalik o'zgartirishimizga o'zimizga yordam beradi bu narsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringga omad.